Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi Samat Botamurod bo'laman. Hozirgi kunda mana moddiy o'quv bazasini ozroq insonlar tushunmayapti. Bel og'riq, oyoq og'riq, umurtqalarda qisiladigan, ya'ni umurtqa blokka tushish natijasida qanday og'riqlar kelib chiqadi va tanan qayerga og'riq beradi. O'shani ozroq bir sirlarni ochib chiqaman. Kim ko'radigan bo'lsa bir sinchiklab e'tibor qilinglar. Mana bizda hozir umurtqa pog'onimizda turibdi moddiy o'quv bazasi. Birinchida insonlar ko'p boshi og'ritish natijasida, quloqda shovqin bo'lish natijasida mana bu atlant dedi, S1 dedi, umurtqaning eng pastki qismi. Mana qon tomiri o'tib ketgan, qon tomiri qisilib qoladi. Keyin bosh og'riq bo'ladi, ko'plarda quloqda shovqin bo'ladi, bosh aylanish bo'ladi, stress holatga tushishi mumkin, qazviyat bo'lishi mumkin. Mana shu hamma nervni o'tadigan joyi kanal blokka tushib qoladi. Ko'p insonlarda tug'ma nogiron dedi, yosh bolalar tug'ilayotganda shu akusherkalar xatosi bilan umurtqa qiyshiq tortilib olganda bo'yin blokka tushib qoladi. Keyin bir qo'li qiyshayib qolishi mumkin, mamdoq bir oyoq qiyshayib qolishi mumkin, tas qiyshayib ketishi mumkin, umurtqa qiyshayib ketishi mumkin. O'sha akusherkalarda aybi bilan sog'lom odam, sog'lom bola nogiron bo'lib qolishi mumkin. O'shanda S1, S2, S3, S4, S5, S6 qish blokka tushib qolishi mumkin. Yoki yosh chaqaloqlarni emlayotgan payti chaqaloq ukoldan qo'rqqanda qattiq tirishadi, qarshilik qiladi. O'sha payti blokka tushib qolishi mumkin. O'shandan keyin bolaga nojo'ya harakat o'sha nogironni olib kelishi mumkin. Endi bizda S2 blokka tushsa, bizda nima jarayon hosil bo'ladi? Ko'p insonlarda quloq shovqini hosil bo'ladi S2 da. S3, S4, S5. Bular blokka tushsa, qo'lga, yelkaga og'riq beradi hamda bo'yin tomonda og'riq bo'ladi. Bu blokka tushish natijasida ko'p insonlar baland yostiqqa yotadi yoki boshini pastda kompyuterga egib o'tirgan, telefonga egib o'tirish natijasida umurtqalar orasiga atroz, astrixon tuzlar yig'ilishi natijasida qon tomirlar qisilib qoladi. Keyin qo'l uyushlari hamda ko'z drenasi tushib ketishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, stress holatlarga tushishi mumkin. Hamda mana qo'llarda og'riq beradi. Ko'pincha birov kimlardir bir kala yuk ko'tara olmaydi. Nimaga deganda mana shu bo'yin sohasi S4, S5, S6 blokka tushib qolib, mana bu nervlari qisib qoladi. Endi T1 eng asosiy bizda shu bo'ynimiz orqamizda eng kerakli umurtqamiz bo'ladi. Ko'p insonlar qon aylanishi o'zgarib qoladi. Настроенияsi buzilib yurgan bo'ladi. Sal bitta gap kam, ikkita gap ko'p bo'lib qoladi. Shu T1 ko'proq blokka tushib qoladi. Nega deganda biz kallani har doim pastga qaratib o'tiramiz. Yostiqni baland qo'yamiz, ikkita, uchta. O'sha paytda blokka tushgandan keyin qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Bizlar shu manual terapiya kastapraf qilganda qo'limizdan ushlaganda mana shular ishik orqada, ayollarda ko'proq bo'ladi, orqa tomon ishib ketadi. Buning uchun tekis joyda yotish kerak. Mana Xitoy, Yaponiya, Koreya hamma insonlar umurtqani tabiiy davolash uchun tekis joyda yotadi. Bizlar divanda, karavatda, kundalik davomida ko'p telefon o'ynaymiz yoki telefon ko'ramiz yoki kompyuter o'ynaymiz. Mana shu T1, T2, T3 ko'p blokka tushib, odamning orqa tomoni ishib qoladi. Bular ishib qolish natijasida bu yerda ko'z zrenasi, nafas bo'g'ilishi mumkin, ko'p qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi hamda qo'l ko'tarilmaydi. Blokka tushib qolgandan keyin qo'l ko'tarish qiyin bo'ladi. Endi T1, T2, T3 bu nafas olish yo'llari hamda yurakka ketadigan umurtqalar. Ko'p insonlarda ishemiya holati bo'ladi yurakda. Mana shu blokka tushib qolgandan keyin yurak bitta tashlab uradi, ikkita tashlab uradi, chunki boshdan bor ekan signal blokka tushgandan keyin 50% yurak ritmini o'zgartiradi. O'shanga ko'p bemorlarimiz kelganda shu T1, T2, T3 ni ochganimizda hamda hijoma qilganimizda bizda yurak ishemiyasidan 5 minut holatda sirazi o'zgarib yaxshi holatga kelib qoladi. Ko'p insonlarda grija bo'lishi mumkin, bo'ynida grija bo'lishi mumkin, ko'krak qismida bo'lishi mumkin hamda bel sohasida bo'lishi mumkin. Endi grijalar olib keladigan bo'lsak, bo'yin cho'rasidagi grijalar qo'lda og'riqlar beradi. Qo'l hech qachon og'rimaydi. Qachon bo'yningiz biron joy qisilib qolgan bo'lsa, qo'lni nervlarga beradi.
Ikkinchi ko'krak qismida T4, T5, T1, T2 bu grijalar yurak sanchiqi ko'krak qafasiga beradi. Ko'p insonlar yuragim sanchyapti, kardiologga borib yurakni tekshirsa, yurak sog'lom chiqadi. Ayni eminni mana shu sohasi blokka tushib, nerv qisib qoladi, qovurg'aning tagidan yurakka sanchiq beradi. Endi ko'p insonlar bitta burun bekik bo'lgani uchun chap tomon uchun mana bu ochilmaydi qovurg'alar orasi. O'shaning uchun yurakka sanchiq bo'ladi. Nafas olish yo'li yaxshi emas. Chunki o'pka bilan emas, qorinni diafragma bilan nafas olgandan keyin bular blokka tushib qoladi hamda umurtqa qiyshayshi. Hozirgi kunda umurtqa qiyshayshi, suyak yemilishi ko'payib ketyapti. Mana shu nafas olish yo'li yaxshi bo'lmagani uchun blokka tushib qolgani uchun odamlar tazi qiyshayib, umurtqa qiyshayib, suyak yemilishiga olib kelyapti. Bizlar buni birinchi kinezologiya, keyin manual terapiya, keyin kastoprop hujoma yo'nalishi bilan, tabiiy yo'nalishi bilan to'g'rilab beramiz. Endi T6, T7, T8, T9, 10, 11, 12. Bu umurtqalar nimaga? Bu bizda qovurg'alardan ketadigan nervlar ko'plari ichi qotishi mumkin. Oshqozonda og'riq yoki o't dimlanishi bo'lishi mumkin, yoki 12 barmoq ichakda yo'g'on ichak qiyshayshi mumkin, dimlanishi mumkin. O'shalarga ketadigan nerv. Asosiy bular blokka tushib qolsa, ichi qotib, ichi qaziyat bo'lishi mumkin, odam gemoroy bo'lishi mumkin, oshqozonda, ichakda yoki o'ng chap qovurg'alari orasida og'riq seziladi. Keyin odamni ruhiy tushkunlikka ko'proq tushirib qo'yishi mumkin. Qaziyatni olib kelib, ichi qotgandan keyin gemoroyni olib kelishi mumkin. Endi L1, 2, 3, 4, 5. Bu asosiy bizniki belni ushlab turadigan. L1 sohasi qisilib qolganda, grija deganda bizni putimiz orasida nervlar og'ritadi. Hamda achitib og'ritish kuzatiladi o'tirganda belda orasida. L2 bo'lsa bizni sonimiz bilan birga og'ritadi. L3 bo'lsa tizza bilan qo'shib og'ritadi. Mana shu oraliqda grija nerv qisib qolishi. L4 bo'lsa bizni o'ng oyoq yoki chap oyoq ichkari yon tomoni og'ritadi, ichkari tomoni. L5 bo'lsa oyoqda chap tomon mana boldir bilan og'ritadi. L5 bilan S1 bo'lsa dumgaza ko'pchik bilan birga og'ritadi hamda oyoqda ichkari tomon bilan orqa tomon bilan sedalish nerv qisib qoladi, oyoq uyushishiga olib keladi. Ko'p insonlarda protuziya bilan grijaning farqi yo'q. Farqini bilmaydi o'sha insonlar. Misol uchun hozir ko'p insonlarda baland yotgan uchun umurtqa qiyshaysh natijasida poylar tortib blokka tushib qoladi. Shamollash natijasida. Buni bizlar manual terapiya, kastoprop hamda hijoma qilganda 5 minutda bu og'riqlar qo'yaveradi. Ko'p insonlar buni grija deydi-da, emirti qog'ozni tushib kelgandan keyin ko'p vrachlarga borganda operatsiya taklif qiladi. Ko'p insonlarda 4, 5, 7, 8 millimetrgacha buni manual terapiya, kastoprop hijoma qilsa va grija qo'yaveradi. Grijaning kelib chiqishi shu poylarni tortilish natijasida mana bo'g'imda disklar qisilib qolib, mana bunday nervlar qisilishi mumkin. O'shaning uchun to'g'ri yotib mashqlar bajarish kerak. Endi ko'pchikka keladigan bo'lsa, ko'p insonlarda mana ko'pchikda ham nervlar qisilib, sedalish nervlar qisilib qolish natijasida oyoqning orqa tomoni, ko'p insonlar mana ko'pchik qayrilib sinib qoladi, mana bu tomon yiqilib o'tirib qolganda ichkariga qisilib qoladi. Bu natijasida yo'g'on ichakni qisib qoladi. Bu dumg'aza yo'g'on ichakni qisib qolgandan keyin ichi qotish bo'ladi. Keyin belga ham og'riq beradi. Ko'p insonlar qishda ayniqsa oyoq toyib o'tirganda mana shu ko'pchik qisib qolib yo'g'on ichakni qotirib qo'yadi. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Bu kastoprop manual terapiya bilan to'g'rilanadi yoki operatsiya yo'li bilan buni kesib olib tashlash mumkin. Agar kimgadir pog'onasida muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning telefon nomerimiz 91lik 208 98 68. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi.